Hammaga salom, mana asalarilar. Erta bahor mana ishlashni boshladim. Daraxtlar gullagan mana. Teraklar endi bek chiqara. Xudo xolasa mana bu olmalar, shaftollar raza bek chiqara. Gullaydi. Jichcha qoldi. Bodomlar, o'raklar raza gullagan payti hozir. Raza ishlayapti hozir hammasida. Umumiy 5 ta yoshda bor. Xudo xolasa bu yil 10 taga chiqar. 2 ga bo'lamiz hammasini. Mana oyog'ida gulchan olib kirib ketyapti. Miya dam oladi bunga qarab turib. Yaqinroq borib ko'rsataman. Gulchan olib ketyapti. Asteydil ishlayapti. Odam ham shunaqa tinmay ishlaydi. Jon borga shunaqa. Yashashdan maqsad ishlashmi, yeyishmi? Birov bilmaydi. Ishlamasa hech kim emasda. Hech kimga keragi yo'q. Hech narsa qilolmaydi. Yarada ham shunaqa. Ishlamaydigan odamini ishlamaydigan nimasini o'ldirib chiqarib. Hozir rosa kampeyta ishdan tiraklari chiqqan. Yana bir oydan keyin rosa ko'payadi. Urug'ga kirib, urug' qo'yishni boshladi. Hozir endi ochadi. Yana har kuni 2000 ta urug' qo'yadi, 2000 ta yana ochib chiqadi. Bu degani bitta oilada 2000 tadan urug' ko'paveradi. Agarat boq, shaftoli, olma, tevada bodom. Endi tagiga mana yangi ko'chatlar ekib chiqdik. Mana shular bodom. Bil ko'hlasa shaftollar ko'chirib tashlaymiz. Bu tomondalar mana asteydil ishlayapti. Mana shu aeroport qo'yish kerak ekan, qo'nish joyi yo'q ekan. Narigilarda hammasida bor, bitta shunda yo'q ekan. Kirib chiqqani qiynalyapti. Tanariganda 5 tadan. Bittadan like bosib qo'yaverasizlar. Asalariga qiziqqanlar bo'lsa, kommentga yozib ketaverasizlar.